Akalar assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Akalar Nexia 2 ni mana dehqondan video chumkasini boshlaymiz. Nexia bor ekan, $1700 Dehqondan Nexia topib qo'ydim akalar. Videomizga like bosib, biz kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Mana yo'lda o'zi ichkariga ham kira olmabdi. Sekin tepaga qarab chiqib ketyapman. Birinchi bo'lib mana shu dehqondan 2013 ga 2014 ekan, texnik pasport 14 ekan akalar. Qiziquvchilarga qaymoq rang-rangi akalar. Metan gazlari bor. Dons motor 1.6. Prostoy gidravlika ekan. Motor holatlari yaxshimi aka? Rasxoti yo'qmi? Ochilmaganmi? Mana shu yerda rektovka bor ekan, qolgan joyi toza ekan akalar. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, orqada tonirovka bor. Xo'p, chexoli yo'q ekan, marhamatda mashinasi ekan akalar. Poligi bor. Endi akalar choklarini mana toza dedi. Toza dedi akalar. Aka kapotini ochib qo'ying. Matiz qilmoqchiman deysizmi aka? Matizga barter ham bo'laverami? Matiz qilmoqchi ekan akalar, pul kerak ekan shekilli. O'shunga ozgina pul tashilmoqchi ekansiz. Yaxshi, ko'ringlar. Zapaskalari bormi aka? Zapaskasi ham yangi ekan akalar. O'zini zavodskiy Continental zapaska shekilli. 13 ga 14 akalar. Nexia 2 dedilar, endi rangi молочный faqat. Buni ham bitta polirovka qilib olsanglar, chiroyli bo'lib qoladi. Xohlasanglar. Bitta sharpa qo'yasizlar, bitta polirovka qilib olsanglar, tiniq mashina bo'ladi. Lekin sasdan yurgani 158 ming. Aka, bizning kanalning nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqinroq narx aytsangiz, xudo xolasa sotilishi yaxshi bo'ladi. Yanada arzon degan. 5 ming kam. 5 ming kam bu? Ha, YouTube'da. Qancha qimmatroq aytib qo'ymaysizmi aka? 5 ming desa, hali 5 ming sanaydi, bozor aka. Kelishasiz aka, xudo xolasa. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 94 337 14. Telefon qilib kelishib, minib ko'rib, nimasini tekshirish kerak bo'lsa, tekshirtirib olaverasizlar akalar. Matizga barter bo'lar ekan. Mana akalar, men ketdim endi, ham Nexialarda video syomkasini boshlayman. Hali aka gapirib qoldilar, shuning uchun umuman gapim eshitilmadi. Shuncha tezroq gapirdim. Yana tezroq gapiraman. Bittadan like bosib qo'yinglar, albatta. Qo'llab-quvvatlab tursanglar yaxshi bo'ladi. Nexia 2larni xudo xolasa syomka qilamiz. Juda joniga tegibdi akalar, mana shu Nexia 2 tezroq sotilish kerak ekan. Xo'p, yeri necha aka? Ha, bo'ladi, aytaveradi. 2015 dehqonchilikmi? Yo'q, tirikchilik. Tirikchilik. Kraskalar necha foiz aka? 40-50% kraskasi bor deyapti. Sonus prostoy gidravlika. Euro sonus prostoy gidravlika. 205 ming probek. 205 ming probek. Pultlari bor. Yurishida hech qanaqa muammosi yo'q mashina. Pultlari bor. Pultlari bor. Yurishda umuman muammosi yo'q deb aytib o'tyapti. Gaz, benzinga yuraverar ekan akalar. Gaz. Liboy dokument bo'ladi. Liboy dokument bo'laverar ekan. Variantga ham chiqaveramiz aka. Variantga ko'pchilik so'raganda. Biroq yana mo'ga bo'lsa chiqaveradi. Poliga. Barter ham bo'laverar ekan. Biroq 1.5 oy bo'lsa, variantga ham berilaverar ekan akalar. Shumkasi yo'q. Mas tomonda bormi deyman-da akalar? Bor ekan mas tomonda. Aka, qattiq udar bo'lmaganmi bunga? Qattiq yo'q. Kapotni bitta bosib qo'ying aka, ochib oling. Ha? Xo'p. Shumkasi bo'lgan. Yangi. Xo'p. Nech pul aka buni puli? Bizning kanalning nomi yanada arzon degan kanal aka. Barakaga yaqin. Oxirini ayting aka, to'ldirib beribdi mana shu mashina sizni. $4100 berib yuboraman aka. Yana bir. Yo'q aka, bu jicha qimmat aytib qo'ydingiz aka. 2015 yili buni. 2015? 9-10 emas, 15 yil $4100 ga berasiz. berib yuboraman. Bo'ldi. Xohlasalar barter, xohlasalar bir 15 kun, 20 kun variant ham. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting aka. 93lik. 93lik 496 496 0989. 0989 aloqaga chiqib, minib ko'rib,
kuzov chizib kelib, tekshirtirib, 5-6 kun minib ko'rib, Notariusda pul beradi. notariusda pul beraveradi. Bo'pti. Like bosib esdan chiqib qolyapti aka. Like bosib qo'ying. Akalar 2010-yilgi Nexia 2 ni ko'ringlarchi. Boshqa toza ekan. Petnosi tanlarda 74. Ozgina bor ekan. mashkirilovda pastda petnosi bor ekan. Bo'ldi, boshqa joyda yo'q-a? Yo'q, boshqa joyda aka yo'q. Endi oluvchilar tekshirtirib olaverasizlar, kapotni ochib qo'yinglar aka. 2019 Cobalt arendaga beriladi. Zalovi $300 olsa Mas territoriyada akani yo'qmi hoş keladi. radio izlamazi yonida Andijon bo'lib chiqadi. Sonus gibrid motor ekan akalar. Gazlari ham yo'qmi aka? Andijon bo'lib chiqadi. Mashina gaz ko'rmaganmi? Bo'lish mumkin emas keraklar. Qo'yib chiqarilgan ekanga akalar. Xo'p, mashina motor holatlari yaxshimi aka? Yurgani 148 ming dedi akalar yurganini. Xo'p, yengilroq berasizmi aka desam, yengilroq beraman. Siz obunachilaringizga dedi. Xudo xolasa kelishaverasizlar. Xo'p, mashinani chexoli yo'q, bitta chexol qilasizlar, poliga bor akalar. 2019 Cobalt. Test monitorlari bor ekan mana, test monitor. Zentra bor ekan. Shumka bo'lgan ekan aka. 22 Zentra avtomat yo'lga arendaga beriladi. Zalov $700. Borga o'sayapti aka. Tirikchilikda akalarimiz ekanda. Shumkasi bor aka. Akalar, radio izlamazi yonida Yana bir Mayli servis ustaxonasi o'z xizmatlarini tayinlab qiladi. Ko'zi birayman. mana akalar. Zapaskalar bor. Simizalatsiya, avtokosmetika, bamper remont. 2010 Klaska tekshirish hamda eshikli blokovka. yurish-turishlari o'ta go'zal deyapti. Apparat bilan tekshirib beradi. Endi kimgadir qiziq bo'lsa, kelib, minib ko'rib, tekshiradigan joyni tekshirtirib olaverasizlar akalar. Necha pul aka endi? 4800. Yaqinda keldi, bir hafta bo'ldi. 4800 ozgina kami bor ekan akalar. Akalar. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. Tekshirib beradi apparatlari bilan. Variantga chiqmaydi mashina ham so'rab qo'yaylik. 1-2 ming puli bo'lsa, Hammalar tayinlab qilamiz akalar. kelishaverasizlar ekan. Xo'p. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 253 253 88 88 87. 87. Telefon qilib, bog'lanib ko'raverasizlar akalar. Bo'pti aka, bozoringiz bersin. 2019 Akalar, Nexia 2 ni orqadan chiqaraymi, qorasidanmi yo maloshnikdanmi? Bitta maloshnik bor ekan nimadan? Yaxshi shekilli holat. Bir so'rab ko'raylikchi. Yo'q desa bo'pti deb ketaveramiz. Aka internetga qo'yaylikmi? Dehqonchilikmi aka? Yo'q, tirikchilik aka. Tirikchilik necha yili? 2009. Shumkasi bormi? Ha, eshiklarda bor. Eshiklarda shumkalari bor ekan. Bu ham Sons gibrid motor ekan, gazlari bor, metan gazlari. Xo'p, motor holatlari avto yemaydimi? Qo'ydim aka, motor hadovoyini qilib qo'ydim. Motor hadovoylarni qilib qo'yibdi akalar. Xo'p, kraskalar necha foiz aka buni? Kraskasi bor, 30% kraskasi bor. 30% kraskasi bor ekan. Strashniy udari yo'q-a? Yo'q, Oldi orqasi yaxshi deb aytib o'tyapti. Poliga bor, chexoli bor. Yurgani qancha? 700 ming yurgan ekan. Aka, bizning kanalning nomi yana Darzon degan kanal. Barakaga yaqin narx aytsangiz, xudo xolasa sotilishi yaxshi bo'ladi. Oxiri $3300 ga berib yurar ekan akalar. Variantga ozgina yetmay qolsa, kelishaverasizmi aka? Variantga ham kelishaverar ekan akalar. Xo'p, yurish-turish motorlarni qilib qo'ydim dedingiz, hadovoylarni qilib qo'ydim dedingiz. Xo'p, telefon nomeringiz 88lik 88lik 122 122 10 10. Telefon qilib, kelib, mashinani minib ko'rib, savdo qilaverasizlar. Notariusda pul sananglar akalar. Xo'p, aka, bozoringiz bersin. Charchamang. Akalar, biz davom etamiz. Mana Jigulilar ham bor ekan. Xudo xolasa Jigulilarda ham Nexia 2 tepa dedi. Ono Nexia 2 ni o'tgan bozor chiqaruvdim adashmasam. Yurmagan, juda ham yurgan ekan. Kam? Mashina yana bitta ko'rsataymi sizlarga? 60 necha mingdan yuryapti. Sizlardan emasmi aka? Egasi kelmabdi. O'tgan bozor chiqaruvdim. Ha? Bu sizdanmi? Necha yili? 2015 akalar.
Xo'p, Zonus gibrid ham konditsioner bo'ladimi? Konditsioner bo'ladimi yo o'zingiz qo'yganmisiz? Zavodskoymi aka? Lux konditsioner ekan akalar. Metan gazlari bor. 2015 yili. Motor holatlari qanday? Motor korobka hadovoy hamma yo'q zo'r deyapti. Rasxodlari yo'qmi aka? Dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilik mashina ekan akalar, ko'ringlar. Balonlari yaxshi holatda, orqada tonirovkalari bor. Yurgani qancha? 212 ming yurgan ekan. Xo'p, poligi bor, chexoli bor akalar. Mana chexol, yangi chexol qo'yib qo'yibdi. Xo'p, polilar ham yaxshi holatda turibdi. Shumkasi yo'q. Hop. Qaylarda bor aka? Men ham kraskasini so'ramayapman. Krilo kapotda kraskalari bor ekan akalar. Hop, polilarni olib qo'yibdi akamiz. Mana orqa holatlari, orqa choklari jota normaliga o'xshayapti. Zapas balonlari bor. Sovuqda qatib qolibdi-yu, hamma yo'q akalar. O'zim ham qatib olyapman. Chivibqa kiyib onasini yemsin. Qo'ldan kelgancha mana ko'rsatdim akalar. Xafa bo'lishimga yo'q. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni tekin akalar. Yomon qiynalib ketdim, layk deyaverib aka. To'g'risi. Bosmaydi odamlar. Shuncha yaxshilik qilsam. Xo'p, 2015 dedingiz aka yilini. Bizning kanal nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqin narx aytsangiz, xudo xolasa sotilishi yaxshi bo'ladi. 5 ga beramiz. 5000 kami bormi? 5 dan tushib beramiz barakasiga. Bo'ldi, sunnatiga ozgina tushib berar ekan akalar. Telefon nomeringizni ayting. Yurish-turish hadovoylari yaxshimi mashina? Ko'p ketsa turdi, mana aql olaman. 88lik 88lik 163 163 89 89 shu raqamlar. Ha, dokumentni ham hamma yo'q bo'laverar ekan. Variantga ozgina kutib beravermaysizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Xo'p, yaxshi. Aka, mashina chiqarib qo'yaylikmi internetga? Assalomu alaykum. 64 ming yurganmidi bu? O'tgan bozor chiqardim buni, yana bitta chiqarib qo'yaver. Mashina toza edi aka? Mashina. Mana Sonus gibrid motor akalar, mashina gazda, benzinda. Gaz qo'yilmagan. Yangi minaman deb juda ko'pchilik meni so'ragan, mana ko'ringlar. Mokri asfalt. Sentizam o'ymas ekan, bitta sentizam qo'yasizlar akalar. Poligi yo'q, chexol poli qilasizlar. Pulti bormi? Pulti bor, mana 64 ming yurgan akalar. Xo'p, aka, necha pul qilib berasiz biz kanalga? Telefon qilishdimi? Tiktasi qiziqib? O'tgan safar Ha. Qiziqqanlar bo'lgan bo'lsa aka. Qiziqqanlar bo'ldi. Bittasi xullas shanba kuni keladi. Ha. Shu bola bilan jicha hozir kutishib turibmiz. Necha pulga? Bitta matisi bor ekan, shunga barter qiladigan. Ustiga pul beradi. Ha. Yaxshi. Xo'p, necha pul deymiz aka bu bozorga? 6,5 ming. Kami bor. Biz kanalga ozgina o'tib bering aka. O'zi yaxshi bo'ldi. O'tgan safar o'zi bitta gap aytdim, mana shuni keyin. Bo'l, telefon nomeringizni ayting aka. 93lik 212 25. Gaz ko'rmagan umuman? Yo'q, qo'yilmagan. Qo'yilmagan gaz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa. Bu bir tortsanglar mana ochiladi. Bo'pti aka. Charchamanglar. Aka, salomat etinglar akamga. Xo'p. Akalar Nexi 2. Jismini uxlamayaptimi akamiz? Bormi aka? Necha yili? 12 aka. Mana akalar 2012 Dons motor. Xo'p, metan gazlari bor, Dons 1.6. Xo'p, motor holatlari yaxshimi? Moy yemaydimi? Umuman avtol yemaydi ekan. Motor gidrokofisatorlari ham yaxshimi? Chakkalanmaydimi? Hozir yoqib beraman. Bitta yurgizing, bu bitta ko'raylikchi. Mana gidrokofisator deyiladi, akalar. Chaqqalaydi ba'zi narsalarda. Men so'ramayapman ekan. Mana. O'zi mashina ishlash kerak. Mashina tez ishlash kerak.
Zo'r aka, motori zo'r. Xo'p, men usta bo'lganman akalar. Bilmaganlar uchun. Bu balon holatlari yaxshi. Xo'p, qanaqa sidina qo'yilgan aka bunga? Lasetti sidina qo'yib qo'yilgan ekan akalar. Xo'p, 529 ming yurgan. O'zini haloli shekilli. Boligi bor, chexoli bor. Lasetti rul Lasetti edikmi aka? Mana narsalar ishlaydimi yo ishlamaydi? Ishlaydi ekan akalar. Xo'p, kraskalar necha foiz deydi aka buni? Tomlar boshiga sepilgan aka. Tomlar boshiga Bezak uchun sepilgan. sepilgan ekan. Siz bilsiz bo'ladi. Eshik ochgan. O'zinikida bu radnoy. Xo'p. Endi bizning vazifamiz ko'rsatib ozgina tekshirib qo'yish, lekin asosiysi akalar o'zingizlar kelib tekshirib olasizlar. Chunki ba'zilarga yoqadi, ba'zilarga yoqmaydi. Video uzayib ketsa, cho'zvarding videoda, ana qilding, mana qilding degan gaplar bo'ladi. Ha, taylarni ham ko'ringlar akalar. Zapaska yo'qmi aka? Yo'q, aka. Zapaskasi yo'q ekan. Xo'p. Aka, bizning kanal nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqin narx aytsangiz, xudo xolasa, sotilishi yaxshi bo'ladi. Aka, krediti bor mashinani. Naqd pulga sotaylik aka, mashina. Pulga bo'lsa, Naqd pulga kreditini yechib beraverasizmi? hech beraveraman aka, 42 ga beraveraman. 4200 dollarga naqd pulga kreditini yechib berar ekan akalar. Kimgadir ma'qul kelsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91lik 91lik 065 065 35 60. 35 60 shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin, charchamang aka. Xo'p. Xo'p, yaxshi mashina. Xo'p. Sizdanmi aka bu? Yo'q, aka. Men Aka? barga olib o'tib oldim. Chiqardimmi? Telefon qildimi? Telefon qilishdimi? Yakshanbadan chiqaryapmiz. Necha yil buni yili bo'pti? Yana 12 yil aka. 2012. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik akalar chiqargan ekanman, hech kim qiziqmabdi. Nechik so'raysizlar. Video bo'lib turib ham so'raverasizlar. Sons motor akalar. Sons gibrid motor, gaz yo'q akalar. Metan gazi bor, ichida gaz yo'q deyapman. Xo'p, balonlari yaxshi akalar. Tonirovkalari bor. Kraskalari necha foiz edi aka? 15-20% kraskalari bor. İchiga o'tmagan ekan. Xo'p, yurgani qancha? 280 ming yurgan. Xo'p. Mana qiziqinglar akalar, dehqonchilik mashina deyapti. Mashina hozirgina Alarda kraskasi yo'q. Toza bitiradi. 5,5 ming dollar. Bu tomon toza. O'ng tarafda 2012 yil spark. Kapotini ochib qo'yaylik aka. 5,5 ming dollar. Orqa kap. Mashina bozorda ekan akalar. Seni holati Yana yopib qo'ydim aka. holati taniq ideal. Kelinglar. Eski shaharda Ha, mashina ocholmadim orqasini aka, kapotini ushlab turing. tushushardi. Ha. Bu yoqqa ketib qoladi aka, siz esladingmi? Bu yoqqa ketib qoladi. barcha qo'linglarga ega. Sutli bilan qopiladi, kelinglar. Orqa holatlari akalar. Zapaskasi yo'q ekan aka. Zapaska topib beramiz endi. Mana shu tomonda kraskasi bormi aka? Biz ham olgan 5 yil bo'lyapti. Ichiga o'tmagan lekin. Mana shu tomonda kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. 5 yildan beri minib yuribdi. Mashinaning motor hadovoylari yaxshimi aka? Xodimlar yaxshi. Hadovoylari ham tiriq etmaydimi? Rasxodlari yo'q deb aytib o'tyapti. Xo'p, necha pul deymiz aka buni? 38 ga bermadik o'tgan yakshanba. 38 ga berilmabdi. Ozgina qo'shsanglar, ozgina qoldimi, xudo xolasa? Bo'ldi. Nomeringizni yana bir takrorlab qo'ying aka. 91lik 91lik 618 618 1121. 1121 shu raqamlarga aloqaga chiqaverasiz aka. Bemalol gaplashavering, charchamang. Xo'p. Akalar? Vokzal qatorida joylashgan. Ya. Qani? Hozirlari kelgan. Radiosini Necha yili? sizlarga to'liq aniq qilib ma'lumot beradi. Necha yili aka buni? Yili 10 aka buni. 2010. Kraskalari? Kraskalari 20%dan 50% ga bormaydi turlasiz. 20%, 50% kraskasi bor ya. Familiyasi bor aka. Kredit. Kreditini yechib berasiz aka? Yechib bersangiz ham bo'laveradi, bunaqasi ham kelsa bo'laveradi. Bo'ldi, yurgani qancha buni? 2013
Akalar donus motor ekan. Donus 1.6. Krishkasi o'zgargan ekan. Dehqonchilik ekan shekilli ekan. 52 ming, 5200. 552 mingmi? 552 ming yurgan ekan. Xo'p, motorlar, rasxodlari yo'qmi? Motorlari qilingan ekan. 3,5 ming puli bor odamga beraveramiz. 3,5 ming naqd pulilar bo'lsa beraverar ekan. Kraskasi siz ham Biz ham dehqon aka olganmiz buni. olgan ekan, shu aka tekshirtirmaydi, ba'zilar ko'rmaydi, aka e'tiborsizlikda. Usta ko'p narsalar bo'ladi o'zbekchilikda. 3,5 ming pulilar bo'lsa, xullas berilaverar ekan akalar. 2010 mashina. Qiziquvchilar bo'lsa, nomer aytamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu tomon polni bor ekan akalar. 1700 dollar kabi bor ekan, berib yuboramiz deyapti. Yana ichib-ichib kamini qilib berasizmi aka? Ichib-ichib kamini qilib berasizmi? 3,5 mingdan? Xo'p. Akalar kelasizlar, ko'rasizlar, mashinani tekshirasizlar, kimgadir qiziq bo'lsa, minib ko'rib olaverasizlar, yoqsa olaverasizlar. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 530 58 58. Xo'p, aka bozoringiz bersin, charchamang. Xo'p. Xo'p. Buni ham chiqarib o'yin dedi akamiz. Necha yili buni? 2011 noyabr. Kraskalari? Dehqonchilikmi aka? Mana shu tomonda bor deyilgan. Mana shu old tomon usul o'tmagan. Xo'p, yurgani qancha buni? Yurgani 553 ming bo'lgan. 553 ming yurgan ekan. Xo'p, 1.6 motor, konditsionerlari bor akalar. Konditsionerlari mana uzilib yotibdi, ishlamasa kerak. Xo'p, motor holatlari yaxshimi aka? Xo'p. Mana ko'rishinglar mumkin. Oldi boshqacha, orqa boshqacha emasmi? Yo'q, bir xil o'rtacha ekan, balonlarni o'rtacha deymiz. Xo'p, poligi bor, chexoli bor. Pultlari bor ekan akani. Smartfonlari bor. Qo'lim g'araylar akani. Muzlab qoldi. Sovuq bo'lyapti. Manelari ham anaqa. Shuchka. Vah, ishtardimi akalar? Ishtardimi? Aka, bizning kanalning nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqin uni narxi sotilishi yaxshi bo'ladi aka. Mana 4200 deyapmiz, kelishilaveradi, olaverasiz. orqada spoileri ham bor ekan. Hadovoylari ham yaxshimi aka buni? Hadovolar tuzda yana bir qota yana o'ziga sozlab oladi, misol olgan odam. Bo'laveradi. Hozirgi holati yuradigan holatda, nima deymiz? Yurib turgan mashina. Yurib turgan mashina. Endi jali ideal emas, bir qota podroga bilan ancha yurdirib olib chiqish kerak ekan. Biz endi shuncha olib chiqib oldik. Maqsad sotish. Bo'ldi aka. Telefon nomeringizni ayting. 33lik 33lik 313 313 88 88 00. Telefon qilib olanaverasizlar akalar. Bo'pti aka, bozoringiz bersin, charchamang. Akalar, mayli salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Endi Lasettilar qatoriga keldik. Lasettilarni ham syomka qilaylik. Videomizni oxirida ham like'lar bosib, bizga kanalda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.